o'rtoqlar, bizga shunaqa zarur bo'ldiki, Captiva'miz padyomga chiqqanda laboyga qaratyapmiz, konditsioner motorchiga qo'shyapti. Bizga u katta rasxodga olib kelib qo'yishi mumkin. O'shani uchun o'rtoqlar, mana bu kurslar pagodamiz. Tepalikdamiz. Hozir o'shani sizlar bilan qanaqa qilib konditsionerni uzib qo'yishni birga ko'rib chiqamiz. Captiva'si borlar uchun. Qaranglar o'rtoqlar, shunday kirishgan olamiz. O'rtoqlar mana bitta, ikkita, uchta bolt qotadigan joyi bor. Mana AC degan yozuv bor. Mana 10 amperda turadi. Mana bu yoqqa keling. Mana 1, 2, 3 bo'lsa, mana o'rta, mana bu tomondagisi 10 amperlik o'rtoqlar. Keyin mana bunaqasi bo'ladi. Bu mana tiqilgan bo'ladi. Shunday 10-sini olib, o'rtoqlar mana olindi. Xuddi mana shunday kirishkasini o'ziga qo'yadigan joyi bo'ladi. Shunday olib, kirishkasini o'ziga chiroyli qilib qo'yib qo'yasizlar o'rtoqlar. Keyin cho'pini esa bu yoqqa qo'yib, endi shu bilan o'rtoqlar konditsioneri qo'shiladi. Yana avaylabgina kirishkasini yopib qo'yasizlar. O'rtoqlar, bunaqa foydali ma'lumotlarni yo'qotmaslik uchun beni 12 obuna bo'linglar. Captiva'si bor do'stingiz bo'lsa yuborib qo'yasiz.